Bugun sizlar bilan videoning fonini mana bunga o'zgartirishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan videoning orqa fonini, sifatini, yorug'ligini va undagi personajni qanaqa o'zgartirishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, qisqacha o'zim haqimda ismim Murodjon, familiyam Ermatov, 7 yildan beri Janubiy Koreyada yashayman va xalqaro top darajadagi generativ sun'iy intellekt eksperti hisoblanaman. Men haqimda Google'da ChatGPT, Gemini, Grok xohlagan joyingizda tasdiqdan o'tgan, ya'ni verification bo'lgan ma'lumotlarni izlab, fact checking qilib tekshirib olishingiz mumkin. Hamma joyda ma'lumotlar bor. Xo'p, ish jarayoniga o'tamiz. Qarangizlar, bizga kerakli bo'ladi birinchi o'rinda video. Ya'ni biza o'sha o'zgartirmoqchi bo'layotgan fonini, orqa fonini, undagi personajni yoki yorug'likni nimani umuman o'zgartirmoqchi bo'lgan videoyimizda videosi kerak bo'ladi. Avval biza video yozib olishimiz kerak. Men sizlar vaqtlaring olmasligi uchun oldindan video yozib olganman. Ko'rsataman hozir. Mana o'sha video. Xo'p, tushunishlaring uchun bu o'sha video, tayyor video. Endi nima qilamiz? Biza aynan o'sha videoda almashtirish, ya'ni o'zgartirish harakati bor joylar borki, misol uchun chapak chalganda almashish kerak bo'lyapti kadr. O'sha joyni topamiz. Mana qaranglar, aynan o'sha chapak chalgan biz o'zgartirishimiz kerak bo'lgan joyini skrinshot qilib saqlab olamiz. Hozir sizlarga nima uchun bu narsa kerakligini aytaman. Mana shu skrinshotni oldim mana. Skrinshotni endi biz ishlatamiz. Qolganlarini ham skrinshot olaman. Ikkinchi harakatni ham misol uchun aynan o'sha videodagi joylarni, asosiy joylarni. Bo'ldi, skrinshot olindi. Endi qaranglar nima qilamiz. Xo'p, bu yerda ikki xil variant bor, qaranglar. Birinchisi tekin, ya'ni tekin yo'llari bor. Misol uchun qilishdi, hozir ikkosini ham ko'rsatib beraman. Pullisini ham, tekinini ham. Birinchi o'rinda pulli varianti. Gemini'da Pro yoki Ultra tarifi bo'lsa, o'sha orqali qilish imkoniyati bor. Agar kimgadir Gemini'da Ultra tarifi kerak bo'lsa, ya'ni VIP tarifi, turka, video turka, rasm generatsiya qiladigan tarif kerak bo'lsa, men o'zim ham sotaman, hind jo'ralarim bor, olib berishim mumkin. Asli $250, biza $40 sizlarga olib berishimiz mumkin. Qaranglar. Xullas mana Flow saytiga kirib olaman. Flowga kirib olganman va bu yerda o'sha plus knopkasini bosib, yuklash kerak bo'lgan rasm, mana o'sha ketma-ketlik bo'yicha rasmlarni yuklab kirgizib olaman. Mana rasmlar 1, 2, 3. Misol uchun mana rasmlar. O'sha rasmni kiritib olaman birinchisini. Ya'ni birinchisi qaysi edi? Qarsoqcha olib turgani. Mana bu. Rasm kirgizib olaman. Chunki mana shu rasmni almashtira olamiz biza. Nima uchun rasmni almashtira olishimizni sizlarga tushuntirib beraman hozir. Hammasini tushuntirib beraman. Rasmni kirgizib olamiz. Rasm kirgizib olguncha narsani ko'rsataman sizlarga hozir. Mana rasm kirdi va maxsus prompt bor. O'sha prompt buni o'sha orqa fonini o'zgartirishga ishlatiladigan prompt. Bu prompt men Telegram kanalga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim Murodjon Ermatov. Pastkicha kanalda bizlar Telegram kanal chiqadi. Linkini ham qo'yib qo'yaman. O'sha orqali kirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana generatsiyaga buyuramiz. Qaranglar, biz o'sha 4 ta rasmga flow generatsiya qilib bo'lgunicha men sizlarga hozir tekin variantini ko'rsataman. Tekin varianti Google'da maniki Elim Arena ruscha qo'ygan kelib uzr. Elim Arena AI. Elim Arena AI deb bizlar chiqadi. Birinchisiga kirasizlar. Sayt mana shunday holatda ochiladi, qaranglar. Faqat biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu yerda maniki o'sha image ikonkasi bor. Generate image deb turib shuni bosib qo'yamiz va tepada mana modi bor. Battle mode turibdi. Shuni sayt by saytga o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Endi bu yerda GPT image bor. Alobatlar biz maniki o'sha Gemini 3 Pro image ProRes 2K nano banana Pro tanlab qo'yamiz va bundan ham o'sha xohlagan biron bir modellaring tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Xohlagan biron bir model tanlab qo'yasizlar. Misol uchun men o'shani tanlab qo'yaman maniki yana. Gemini Image 4 Ultra tanlab qo'yamiz yoki boshqa biron bir yana xohlagan modellarni tanlasanglar bo'ladi, ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerda maniki keyin add files deb bosamiz. Biz o'sha o'zgartirmoqchi bo'lgan rasmimizni kirgizib, bu yerga o'sha prompt yozamiz va bu yerdan o'sha 16 ga 9 format yoki hech narsa yozmasanglar ham bo'ladi. Formatini o'zi avtomatik qilsa ham bo'ladi. Generatsiyaga buyuramiz. Aytganimdek bu tekin, bu sayt hech qanaqa pul to'lash shart emas. Tekinga hamma narsani qilib beradi. Bu vaqtgacha o'zi flow maniki videoni qilib bo'lgan, rasm tayyorlab bo'lgan. Mana rasmimiz tayyor bo'ldi. Qaranglar mana. Ichidan yoqqan tanlaysizlar. Aytganim detektivning xonasi.
birontasini tanlasak bo'ladi. Masalan, mana bu ko'proq yoqdi menga yoki mana bu yorug'roq bo'lgan ekan. Downloadni bosib, o'sha aytganimdek, menda ultra tarifi bor. Ultra tarif VIP 45 mingta kredit beradi. Turka rasm, turka video generatsiya qilish imkoniyati bor. Men o'shani ishlataman. Xohlasanglar pul sarflamayman, ortiq xarajat qilgim kelmayapti desanglar, meniki tekinida ham xuddi shu narsani qilsa bo'ladi. Men Elimarini ham chiqarib berdi. Gemini Nano Pro. Men o'sha Flow yaratgan rasm yuklab oldim. Men turka qilib, men chotki tiniq. Meniki xuddi shu narsa. Shart emas pullisini olish. Kimgadir kerak bo'lsa aytganimdek, olib berishim mumkin. Shunaqa, biz rasmni yuklab oldik. Keyingi ish xuddi shu ikkinchi rasm. Ikkinchi rasm kirgizib olamiz. Ikkinchi rasmni ham kirgizib olaman va ikkinchi ishga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi rasmda biz nima qilganmiz? Xo'p, ikkinchisida personaj almashtirgan ekanmiz. Rasmni kirgizib olamiz. Mana rasm kirdi. Endi qaranglar, bunda o'zgartirmoqchi bo'lgan personajlarni kiritishlaring mumkin. Men plus qilib tayyor biron bir personajni kirgizaman. Masalan, vaqtlaring olmasligi uchun загрузки bo'limidan. Masalan, mana buni yozamizki, men inglizcha ChatGPT ga yozdirsanglar ham bo'ladi. O'zda yozamasiz, biroq farqi yo'q. Change this character. Endi bu yerda nima qilish kerak? Qaranglar, bitta to'g'rilatgan joyi bor. Mana ikkinchi rasm-ku. Ikkinchi rasmni ham fon, ham personajni almashtirish kerak bo'lganligi uchun mana bundan olish kerak aslida. Biz oddiy qilib ko'rsatamiz. Mana change this character deb yozaman. Hozir rasmni yuklayapti. Rasmni yuklab bo'lgandan keyin jo'natamiz generatsiyaga. Bu qilib beradi. Xuddi bunda ham mana shu narsani qilsa bo'ladi. Masalan, meniki tekinida ham rasmni kirgizasizlar. Ikkinchi rasm o'sha biron bir o'zgartirmoqchi bo'lgan personajlarni kiritasizlar. Mana ikkita rasm kirgizish mumkin. Change this meniki character deb yozasizlar. Generatsiya, все. Pullisda ham, tekinida ham, ikusda ham bor narsalar bular. Shart emas pullisini olish. Xo'p, edit jarayoniga o'tib ketamiz. Qaranglar, edit jarayoniga kiramiz. Men CapCutda edit qilaman. Xohlagan odam xohlaganda CapCutda yoki xohlagan joyida edit qilishi mumkin. Edit jarayoni. Kiramiz. Bizga o'sha video kerak bo'ladi. Mana bu video. Yozib olingan video birinchi o'rinda. Mana tashlayman videoni tashlab oldim. Ikkinchi narsa, biz aynan o'sha boya aytganimdek, kerakli joyini qirib olishimiz kerak. Ya'ni o'sha personajni, ya'ni qarsak chalgan vaqtda almashish kerak bo'lgan joyi. Mana chiqardi. Orasidan keyin tanlab olamiz. Qaranglar. Videoni play qilamiz va o'sha qarsak chalgan joyini topamiz mana. Mana qaranglar, mana shu joyi. Xuddi shu joyi. Men katta arttirib ishlayman, meni ko'rmay turasizlar vaqtincha. Mana qaranglar. Nima qilamiz? Videoni o'sha joyini qirib olamiz. Avval videoni o'zini qirib olaman, chunki men web kamerada yozib olyapman. Videoni qirib oldim. Endi videoni o'zini qirib olaman, qaranglar. Aynan o'sha chapak chalgan joyidan o'zgartiramiz. Mana bo'ldi. Mana shu yerdan qirqishimiz kerak. Bo'ldi, bu yoqni olib tashlayman boshini hozircha, kerak emas. Mana qaranglar. Nima qilishimiz kerak? Mana aynan mana shu joyigacha bo'lgan joyini, misol uchun mana. Ya'ni mana shu joyigacha bo'lgan joyini qirib olaman videoni. Videoni saqlab qolaman, zaxvat qilib olaman. Birinchi qism videosi deb yozaman mana. Videosi yuklab oldim. Onasi misol uchun. Qaranglar. Buning uchun kerak edi. Biza o'sha personajni almashtirmoqchi bo'lyapmiz-ku, o'shanga video kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman, qaranglar. Endi bizga kerak bo'ladi sayt. Videoni yaratadigan sayt. Qaranglar, tekini ham bor, pullisi ham bor xohlasanglar. Tekinida juda ham sekund qisqa, pullisi ham bor. Men misol uchun pullisini ishlataman. Hozirlik ko'rsataman mana. Mana. Hop. Yo'q, ekrandan o'tib olaman. Xo'p, saytning nomi Kling AI. Hozir kirib ko'rsataman mana. Kling AI deb yozsanglar chiqadi. Mana bu Kling AI degan sayt. Kirasizlar.
Krogel'deki maniki generate degan joyi bor. Mana ikonka turibdi, video ikonkasi bossanglar, tepadagi maniki motion control degan joyi bor. Motion control ga o'tasizlar. Mana bu yerga hozirgi videoni yuklab olamiz. Harakatlar bor videoni. Harakatlar bor videoni yuklab olishimiz kerak. Biz nima deb saqlab qoldik? Birinchi qism mana videosi deb. Videoni kiritib olamiz. Ikkinchisiga o'sha ana rasmni kiritamiz. Ya'ni qaysi video bo'lishi kerak edi, o'shani rasmini kiritib olamiz. Mana kiritamiz. Mana bu yerda menga yozib qo'yibdi, qaranglar. 1080p ga o'tkazib qo'ysanglar bo'ladi. Pullisini olsanglar, tekinida ham 3 tacha 1080p tekin bo'ladi. Nechta layer chiqishini xohlaysan deb bitta chiqaversin. Bu yerda meniki personaj belgilangan turibdi, qaranglar. 93 ta kredit olaman deyapti. Menda 584 ta kredit bor ekan. Tekinida 65 ming kredit beradi. O'sha sekundini sal qisqaroq qilsanglar yetarli bo'ladi. Generatsiyani bosamiz. Bu ancha vaqt oladi, taxminan 5 minut vaqt oladi, balki bundan ko'p 3 minut olar ekan. Biz ungacha ish jarayonini davom ettirib turamiz. Ya'ni biz personajni almashtirmoqchi edik, mana ko'ramiz. Mana personajni almashtiribdi. Nima qilamiz? Yuklab olamiz rasmni. Mana bunda ham yaxshi personaj chiqibdi. Mana bu chiroyliroq Nanoboran 2 Pro. Mana tekinida qilgan, misol uchun tekinida qilgandan foydalanaman hozir. Yuklab olaman. Endi ikkinchi qilayotgan ishimiz nima? Xuddi o'sha videoni o'sha joyidan kiritib olish. Mana misol uchun ikkinchi personajni almashtiramiz degan joyidan. Misol uchun bitta personaj. Agar bu personaj yo'qmasa, mana xuddi o'sha joyda, mana bu yergacha. Mana bu joyiga kiritib olaman. Buni saqlab olaman. Xuddi shu ikkinchi video tayyor deb zaxot qilib olaman. Mana buni ham saqlab oldim. Klingiya o'sha videoni tayyorlayapti hali. Aytgandek 10 minutcha so'rayapti meniki. Ikkinchi videoni kiritamiz. Mana CapCutdan ikkinchi video tayyorga kiramiz va bunga o'sha xuddi shunday personajni almashtirib qo'yamiz. Mana bu personajni kiritamiz va o'sha 36 ta kredit ekan, generate bosamiz. Videoga qaytamiz. Videomiz hali davom etyapti tayyor bo'lishi. Xuddi shunday videoni tayyorlab olasizlar, keyin shu videolarni ketma-ketligida joylashtirib qo'yasizlar bo'ldi. Xo'p, Klingni tarifi haqida $6 tarifi bor. Mana Kling ko'rsataman. Olinmagan telefondan kirib. Mana tekinida aytganimdek 66 kredit beradi. Mana bu yerda meniki $7 ga tarifi bor. Oylik $7 tarif, 660 kredit beradi. Bu bir nechta videolar uchun yetarli bo'ladi. Shunaqa, endi kimgadir ko'proq ishlataman desa, qimmatroq tariflarni ham olsa bo'ladi. Xfieldda qilaman dedi ko'pchilik. Xfieldda ham qilsa bo'ladi. U ixtiyoriy, farqi yo'q. Qaysida qilsanglar bo'laveradi. Ixtiyorlaring bu narsa. Xuddi shunaqa keyin o'sha edit jarayonida kirasizlar, tayyor videolarni xuddi hozirgidek ketma-ketligida qo'yasizlar. Xuddi o'sha qirqyapmiz-ku, aniq joyidan qirqyapmiz-ku. O'shalar joylashtirib qo'yamiz. Всё, tayyor. Shunaqa xullas, umuman olganda jarayon xuddi shunday. Mana videolar tayyor bo'ldi. Onasi misol uchun endi personajni almashtirmoqchimiz. Personaj almashtirayotgan vaqtimizda ham xohlasak, biron bir harakat video chiqdi, mana videoni yuklab olish bor. Menda meniki pullisi bo'lgani uchun without, ya'ni watermark Klingiya degan yozuv bo'lmaydi. Misol uchun bitta personaj. Agar bu mana bunday without personaj yo'qmasa, o'sha videolar kiritib olamiz endi kerakli. Mana bu joyidan mana qaraylik, istadinglarmi? Qirqamiz. Mana videoni olib qilamiz o'sha qirqilgan joyidan. Mana ustiga qo'yib qo'yasizlar, qirqilgan joyidan. Все, mana detektiv bo'lasiz. Endi personajning ovozini mana ko'ryapsizlar, moslab olasizlar joyiga. Mana qaranglar, qanchadir ovoz orqadan shuni joyiga joylashtirib olsanglar. Detektiv onasi misol uchun. Mana bu to'g'ri bo'ldi. Uni ovozini olib tashlaymiz tepadagini. Detektiv onasi misol uchun. Endi personajni almashtirmoqchi. Sal kattalashtirib qo'yamiz, chunki orqasi ko'rinib qolyapti. Endi editini o'zlaring to'g'rilab qo'yasizlar, misol uchun. Sal tepada, sal pastda bo'lib qolyapti, ularni to'g'rilab qo'yasizlar. Detektiv onasi misol uchun. Endi personajni almashtirmoqchi. Personaj almashtirayotgan vaqtimizda ham mana xuddi o'sha joyga endi misol uchun mana bu videoni olib kelib qo'ysak bo'ladi. O'sha ikkinchi videoni. Ikkinchi shapak chaylatgan joyiga.
Misol uchun bitta personaj. Agar bu personajni kattalashtirib qo'yasizlar joyiga, ovozini boya aytganimdek to'g'rilab olasizlar, всё. Misol uchun bitta personaj. Agar bu personaj yo'q bo'lsa, xuddi o'sha aytganimdek montaj jarayonini yoqda to'g'rilab qo'yasizlar, всё. Muammo joyi yo'q. Mana shunaqa edit qilib, zaxvat qilib olasizlar, bo'ldi, всё, video tayyor. Qiyinchilik joyi yo'q. Faqat sizlarga kerak bo'layotgan o'sha Kling saytini pullish kerak bo'lishi mumkin. Tekinida ham soniyasi 5 soniyagacha, 6 soniyagacha qilsa bo'ladi. Pullishda xohlaganlaringcha qilsanglar bo'ladi. Shunaqa Kling sayt kerak bo'ladi. O'sha aytgandek tekinida qilmoqchi bo'lsanglar, o'sha Elim Arena sayti bor, mana bu sayt. Aytgandek o'sha rasm misol uchun mana shunday qilib oldik-ku mana bunda. Klingni ham tekinida qilsanglar bo'ladi, no pullishda ko'proq imkoniyatlar bor. Shunaqa keyin videoni zaxvat qilib olasizlar, videolaring tayyor. Shunaqa. Hammaga rahmat.